Qadrli obunachilar, Spark so'raganlar uchun puli yengilroq, arzonroq bo'lsin deganlar uchun mana sotuvimizda Priamo dehqonni o'zidan 3-qaysi 2012-yil ishlab chiqarilgan Spark mashinasi sotiladi. Holati chiroyli holatda, balon holatlari ham o'rtacha ekan, o'zlarining o'sha diskalarida chiroyli. Xullas, holati chiroyli, bunaqangi bildiqlar qiladigan joylari yo'q. Xullas, kraska holatlariga kelsak, kraskasi mana shu yerning o'zida bor ekan. O'sha yuzaki sepilgan ekan, bilmayman nima uchun sepilgan. Xullas, qolgan joyi toza, bemalol ustalar bilan kelib, ko'rib, tekshirtirib olaverasizlar. Chunki men ham kanalga qo'yib beradigan odamman, egasini aytish bo'yicha shunaqa ekan. Xullas, salon holatlariga kelsak, endi qorong'irib qoldik, o'rnami bilmayman. Xullas, salonlari ham yaxshi chiroyli holatda. Bunaqa ko'ngilda xira qiladigan joylari yo'q. Putlari bor, ortiqcha navorat yo'q. Xullas, pravega kelsak, pravega 400 mingdan oshiqroq ekan. Motor hadovoy korobkalarida umuman ishi yo'q. Mana motor hozir mashina o'tib turibdi, даже eshitilmayapti ham motor o'tashlari. Turgan adresi Qo'qonda. Shunaqangi mashinalar ham bo'lsa, biz kanalimizga aloqaga chiqsalaring, nima qilib sotishga yordam beramiz. Reklama xizmatlarimiz tekin. Kanalimizga o'tib bitta like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Xullas, turgan adres Qo'qonda 2012-yil ishlab chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini oxiri qo'lga tegish narxi $4150 deyishdi. Yana bir bizni kanalimiz orqali aloqaga chiqsalaring, inshaalloh bir $50 yana o'tib berishar. Xullas, nomerlarni ekranda qoldiraman. Bemalol gaplashib, telefonlashib, barcha qila olasizlar. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham barakasini bersin inshaalloh.